Grivimni kari sopamizga manikyur qildirgani. 5 yil oldin olgan pijamamni ahvolini qaranglar. Sol trench pastalar bilan tishlarim ancha sog'lomlashdi va Lolaris penkasi bilan yuzim arvohlarday oqarib ketdi. Nari tezligida betimni yuvib, kiyinib chiqib ketishim kerak, chunki Koreys opamizga 12 gacha boraman deb va'da berib qo'yganman. Lovion brendidan ham SPF ham namlantiruvchi kremni surtib olamiz. Bu kremdan esa atri fori kelib turadi va qo'lingizni chuqur namlantirib beradi. Hidi va shezo. Koreys opamiz 15 minut kechroq keling deb yozib olibdi. Bahonada TikTokka ham video oldim. Quyoncha tapchikalarimni kiyib ko'chaga chiqib qarasam, quyosh charaqlab yotibdi-ku, havo va shezo. Ko'chamizda supurgi sotishlarga endi ko'rinma. Agar siz ham manikyur qilib yurishni yaxshi ko'rsangiz, tirnog'ingizni sog'lomlashtiradigan bitta ajoyib vitaminni nomini aytishim mumkin. Men ham har oy tirnog'imni manikyur qilib yurganim uchun tirnog'imning holati sal yomonlashib qolgandi. Shuning uchun 2 oy davomida faqat o'sha vitaminni surtgandim, ancha sog'lomlashib qoldi. Manikyurimni qilib ko'chaga chiqib qarasam, dahshat qor yog'yapti-ku. Koreyani havosi ham nari tezligida o'zgarishni o'rganib olgan.